Yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida Paxtakor tumanida targ'ibot avtokarvoni tashkil etildi. Hozirgi lavhamiz shu haqida. Targ'ibot avtokarvonimiz yo'lga chiqmoqda. Bundan ko'zlangan maqsad yo'l transport hodisalarini oldini olish. Yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash hamda haydovchi, yo'lovchi va piyodalar hushyorligini oshirish maqsadida Paxtakor tumani Ichki ishlar bo'limi yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan targ'ibot avtokarvoni tashkil etildi. Tuman markaziy ko'chalari bo'ylab harakatlangan avtokarvon barcha harakat ishtirokchilarini hushyorlikka chaqirgani shubhasiz. Tuman markaziy avtoshoh bekatida haydovchi hamda yo'lovchilar bilan yo'l transport hodisalari va ularning ayanchli oqibatlari haqida tuman yo'l harakat xavfsizligi bo'limi xodimlari tomonidan targ'ibot ishlari amalga oshirildi. Shuningdek, haydovchilarga hushyor holda harakatlanish, tezlik me'yorlariga amal qilishlik, yo'llarda xavfsizlikni ta'minlash va yo'l transport hodisalarining oldini olishda barcha birdek mas'ul ekanligi ta'kidlandi. Shuningdek, targ'ibot avtokarvoni tuman markaziy ko'chalari bo'ylab harakatlanib, barcha yo'l harakati qoidalariga amal qilishlikka chaqirildi. Tuman markaziga yo'lovchi tashuvchi, haydovchi, yo'lovchi hamda piyodalar va velosiped boshqaruvchilari bilan yo'l harakat qoidalariga amal qilmaslikning oqibati targ'ibot avtokarvoni misolida ko'rsatilib, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olish uchun avvalo yo'l harakat qoidalariga amal qilish lozimligi targ'ibot tadbirlarida tushuntirildi. Hurmatli fuqarolar, yo'l harakati qoidalariga amal qiling. O'zingizni yo'l transport hodisalari oqibatlaridan saqlang. Yo'llarda transport vositasini boshqarganda yo'l harakat qoidalariga, tezlikni oshirmaslik, piyodalarga yo'l berish kabi yo'l harakat qoidalariga qat'iy amal qiling. Yo'lga uzoq masofaga chiqqanda hushyor holatda chiqishni so'rab qolamiz. Ushbu targ'ibot avtokarvonidan ko'zlangan asosiy maqsad harakat ishtirokchilarini hushyorlikka chaqirish hamda yo'l transport hodisalarining oldini olish, yo'llarda inson hayoti xavfsizligini ta'minlashdir.